Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosib charchamayapsizlarmi? Xo'sh, bugungi o'yinimiz yana o'sha legendarniy Dream League Soccer 2026 o'yini. Hop, mana legendarniy o'yinda legendarniy akkaunt o'sha yana. Hop, bugun ozgincha akkaunt kuchaytiramiz. Oxirida bitta legendarniy agent ochib ko'ramiz. Qani kim tusharkan? Hop, bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana hozir sizlarga o'yin boshlashdan oldin ozgina yaxshi kuchaygan o'yinchilarning statistikalarini ko'rsatib chiqaman. Qolgan o'yinchilar unchalik yaxshi kuchaymaganligi, musul kuchaygan. Mana shu 3 ta o'yinchi, 4 ta o'yinchi yaxshi kuchayib qolgan. Qolgan o'yinchilar musul kuchaygan. Mana bu yerda ham zaxirada ham unchalik yaxshi kuchaygan o'yinchilar yo'q. Hop, bo'lmasa birinchi Konateni sotib olishdan boshlaymiz. Konate o'zi normalniy o'ynar ekan. Agar 81 reytingim bo'lsa, men qoldirardim. Chunki ham bo'yi 1.94, ham gavda qo'yib bir pas olib qo'yar ekan. Ikkinchi qavatdan bemalol mazza qilib o'ynaydi bu futbolchimiz. Hop, bo'lmasam kuchaytirishni boshlaymiz. Birinchi kuchaytiradigan o'yinchilarimizni o'rtaga olib qo'ysak, hop, fitness kuchaytirish kerak ko'proq. Bo'lmasam birinchi legendarniy katta kuchaytirishimizdan beramiz. Ozgina o'zini chiqaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Breakround tushmadi lekin. Yana tezlanish 100 bo'ldi, lekin Rodri Pedrilarga yaxshi tushdi. Hamma tezliklar bilan staminasiga. Hop, Yamal 91 bo'ldi. Hop, kichkina kuchaytirishdan beramiz. Yamalga tushsa yaxshi bo'ladi-yu, mayli. Rodriga tushib, kaptay boshqarishni 90 ko'kartirib qo'ydi. Hop, o'zi maqsad Yamalni ko'proq kuchaytirish edi, mayli. Yana bitta kuchaytiramiz. Yana Pedri Rodriga tushdi. Hop, bo'lmasa menda legendarniy akkaunt legendarniy agent ochib ko'ramiz. Qani kim tusharkan? Biza agent ochishimizdan oldin sizlar like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 3 sekund kutaman. 1 2 3. Bo'lmasam boshladik. Yaxshi o'yinchi tushsa qoldiraman, yomonroq o'yinchi tushsa sotib olishim mumkin. Fransiyalik kim tusharkan? Birinchi bo'lsizlarni ham xayolingizga Kylian Mbappe tushdimi? Kim? 83 yo'q. Mbappe emas o'sha. Kontrolli Griezmann. Griezmann tushdi yo'q, lekin makmak qilib qo'ydim. Griezmann akkauntga kerak emas, o'shaning uchun sotib olsak ham bo'ladi. Qani Griezmann? Buni ham fitnessga sotib olamiz, chunki bizga ko'proq fitness kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Oxirgi kuchaytirishimiz. Yamalga oddiy kuchaytirishdan unchalik ko'p tushmadi. Hop, bo'lmasa endi shu tarkibda bitta o'ynab ko'ramiz. Akkaunt to'g'rilaymiz birinchi. O'zi tierim ancha pastda yuradi. Chunki Sabityanni men shu tierim pastlatgandim. Obunachilarimiz bilan tushib qolibmiz. Mana shu o'yinimizda kommentariyaga yozishibdi. Har doimgidek mana ekranlarda turibdi o'sha eng yaxshi top kommentariyalar. Sizlar ham keyingi safar kommentariya yozinglar. Sizlarni kommentariyalarni videoga chiqaraman. Bo'lmasa o'yinimizni boshladik. Voy, men pas bermadim, lekin internet qotgani uchun pas avtomatik berildi. Himoyachi bo'lsa ham nega mana shunaqa yota olaverar ekan, rol o'ynab. Voy, internet yomon qotyapti lekin. Voy, internet qotishini. Sekin burchakdan olib boramiz. Bitta allaymiz. Yo'q, allamadi, yuraq. Hop, yo'q. Nega pasli o'tmoqda?
Sekin ichiga pas beramiz. Lamine Yamal bilan qochib ketamiz. Opa. Oyoqdan chalgan. Qizil yaxshi. William Saliba. Ju taktikasini to'g'rilayapti. Lekin yaxshi bo'ldi qizil bergan. Yutishimizga ancha foyda keltiradi bu qizil ham. Hoppa, qani charmagan? Yo'q, tushmadi. O'ng oyog'i bilan tepganda, lekin suvoy tushardi. Hoppa, raqib komandasi xato qildi. Bolani bitti. Hop. Ko'p xato qildim bari. Xatolarni kamaytirish kerak. Bo'lmasa gol bo'lib ketadi. O'zi kamiga internetdan qochib ketdi. Bu raqiblarga farqi yo'q, insofi yo'q raqiblarda. Internet qotsa o'ynab ketaveradi. Qaytaga maza qilib. Bo'ldi, endi seryozni rejim yoqmasa bo'lmaydi. Hop. Rodri yugur. Yamalga pas ber. Yamal o'tadimi? Yo'q, o'tolmadi. Gavdasi bilan to'sib qoldi. Himoyachisi raqibga mendan. Menimcha adashmasam full account bo'lishi kerak. Uni Mendesdan pas o'tadimi? Yo'q, Donnarumma urardim chiqadi. Rodri pas ololmadi. Pasmasin. Bu Alisson chiqib ketdi, lekin bitta kopda yo'q. Bitta tepganimda, lekin gol bo'ladi. Cho'ta o'zim botcha o'ynayaptim-da. Mana shu qanaqadir videoni yoqqanimda botcha o'ynab qolaman-da. Lekin mana shu oddiy komandali bo'lsam. Video agar ochiq bo'lsa 4-0, 5-0, 5-0 emas, mayli, yolg'on bo'lmasin. 2-0, 3-0 larga yutaman-da. Video yoqib bo'lsa Lewandowski bilan qo'rqizadi. Video yoqib bo'lsa lekin qiyin. Ham video yoqsa negadir internet yaxshi ishlamay qoladi. Oy, yana internet vahshiy qotdi borib. Hozir foydalanadi mana shu internet qotgandan. Yomon asab ketyapti mana shu pas berganda. O'sha emas. Futbolchini almashtiraman deb sal qoldi. Gol koptaga berib qo'yishimga. Ko'proq video chiqarishga harakat qilaman, lekin hozir o'zim qo'limda emasda videoni ko'proq chiqarish. Chunki hali YouTube'ga nomer ulamaganman, do'stlar. YouTube'ga mana shu nomer ulasam, iloji boricha ko'proq video chiqarishga harakat qilaman, chunki videoga uploadga qo'yishga, streamlar qilishga o'zim ham xohlayman bilan, lekin nomer ulamaganman. Xudo xolasa mana shu yaqin orada nomer ulayman. O'sha nomer ulagandan keyin kontentlarni bomba qilib, ancha sifatlilashtirib, ko'proq qilaman. Mana gap bilan bo'lib, bitta bo'ldim. Pedri yugur. Pas. Yo'q, uzoqlik. Olamadi ham. O'rtoqlar, sizlar kommentariyada bot deb yozishinglar mumkin. Mana 8-yerda ham o'ynayapti, tuda deb yozishinglar mumkin. O'zinglar bitta videoni o'qib o'ynab ko'ringlar, keyin bilasizlar-da, qanaqa qiyinligini gapirib ham o'ynashni. Qochib ketdim, raqib yo'q. Hali ham o'ynar ekan, dakansi o'ynayman, yuradi.
Lekin chiqib ketsa ham bo'lardi, uje shans yo'q Now it's raqibga. Vinicius. Internet xatti bor. Elise shoots. Voy, Oh, ishdan it's hit ketdi. the Lekin bar. yaxshi deb xavfli udar bo'ldi. The full-time whistle Yaxshi, sounds. o'yin tugadi, 90 minutes 2-0. run. That's all for today. Yaxshi o'yin bo'ldi. Alahli ekan raqibimizniki. Transferdan agar oddiy o'yinchi kelgan bo'lsa olardik, yo'q. Ayli Rogersni olib sotaveramiz. This team have got their man. Can he help them to success? Angliyalik yarim himoyachi, hujumkor. Hop. Bo'ylari ham 187 ekan. Men bu bo'yni 180 olaman, bo'lsa kerak deb o'ylabman. Yana fitnessga sotaveramiz, chunki bizga faqat fitness kerak. Yamalga lekin texnika kerak mayli. Oxiri Yamalga tushdi, staminasiga tushganda yaxshi bo'lardi, lekin mayli. Bu paytda bizani Pedrining ham staminasi 100 bo'ldi. Yamalli ham tezlik 100 bo'lishiga 2% qoldi. Ikkita kuchaytirsak. Xo'p, bo'lmasa bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agar yana ko'proq video chiqarishimni xohlasanglar, aktiv banglatib tursanglar, yanada ko'proq videolar chiqarishga harakat qilaman. Bo'lmasa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariya yozib qo'ysanglar, hamma kommentariyalarni o'zim o'qib chiqaman, alohida bitta-bitta javob ham qaytaraman hammaga. Xo'p, bo'lmasa hammaga rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hammaga rahmat.